Qo'y yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Bolalar yaxshimi? Nechta bola bor? 4ta. 4ta. Hozir bu Yunus Toirov sizni xo'jayiningiz yor dasturiga kelibdilar-da. Menga aytibdilar-ki, ajrashganman deyaptilar, lekin pasportning orqasini qarasak, yo'q. Ajrashgan yo'q. Hozir sizga jahl qilib kelgan-a? Jahl qilgan uydagilarga. Meni hech qanday janjalga aloqam yo'q. To'xtamrat aka. Turing, bo'ldi, men gaplashmayman bu odam bilan. Kuchukni o'limida sizni nima aybingiz bor? Men shuni tushunmayapman. Yoki siz o'ldirganmidingiz kuchukni? Men o'lim hokimiyatdagilarim savol berdi. Bilmasam, men o'zim ham bilmayman. Bitta yaxshi itni oling-da, Dilrabo deng, mana yana bitta kuchuk olib keldim, yarashing. Yo'q. Sog' bo'ling. Xo'p, to'xtang. Mayli. Mana hozir norozi bo'lib ketyapsiz, ha? Menga bitta javob berasiz. Sizga xotin kerakmi, it kerakmi? Menga it kerak. Bu